Dadasi kuling. Rasmga olyapsan? Yo'q, sigaret chekkangiz videoga olib. Dadajon ko'rsataman-da. Qiz yo'lxona. Ko'rsatsang ko'rsataver. Kap-kap erkakman, adam tushunadilar, bak. Tushunsalar mayli. Dadajon! Tut. Nima xohlaysan? Yomon qiliqlaring ko'p. Kelin bitta choy qo'yib yuboring. Hozir dadajon. O'g'lingiz davla berarkanlar. Qachon aytdimman? Dadajon, shu telegramingizga qarab oring. Bo'ldi. Men o'zim qilaman xizmatingizni. Xo'p, siz bemalol o'tirib turavering. Ya, ha, tinchlikmi? Ko'k choy-a? Iflos qiliqlaring ko'p. Hey, kelin. Dadajon. Hech gapir yog'li qanaqa mantiq qiling, maza qilib yeylik. Dadajon, kechki o'g'lingizni restoranga olib boraman deganlar. Ha, boya o'zingiz video soобщение tashladingiz-ku. Dadajonga ham ko'rsataymi? Yo'q, bo'ldi. Dadajon, nima yegingiz kelyapti? Men bilmadim, o'zing nima yeysan? Men yeb olganman-da, o'shancha olib bermoqchiman. Ya, ha, qo'ylarga qarab qopsanmi? Voy dadajon, qo'yavering desam ham qo'ylarga o'zim qarayman-da, meni kirgizmayaptilar ham. Bo'lmasa bitta echki ham olib beraman. Qo'yavering dadajon, uydagi bitta echki yetadi o'zi. Men aytyapti. Sanam nima aytishni bilasan? Polisvitchiliklar trendda hozir-a? Odoblar tabiiy mahsulotdan tayyorlanadi. Umuman zararsiz. Yosh bolalar rosa yaxshi ko'radi-da. Bo'ldimi? Endi telefonda videoda o'chirib yuborarsiz? Yo'q, qalay bu yetaverishingiz kerak. Ha? Ko'rsatsak, ko'rsataver. 30 ga kirgan erkakman, dadamdan qo'rqib o'tirmayman-ku. What? Oranjevisidan olmabsiz-da, lekin bu ham bo'laveradi. Eski telefonim qani? Menda videoni ham o'chirib yubordim. Dadasi? Endi meni galib. Rakse, mahkane rakse.